Videoni boshida aytib o'taman. Kim shunaqa imorat niyat qilayotgan bo'lsa, niyatiga erishsin, hammaga nasib qilsin. Agar bizni ko'rib turganlar bo'lsa, videoga like bosib qo'yasizlar, niyat qilganlarga videoni maksimal tarqatib qo'yasizlar kanalda rivoji uchun. Xudo xolasa biz bu yerda travertinchlarni qilib berganmiz. Ramkalari chega mana bunday pokeydan naturalniy tosh ko'rinishida rombik qilib berdik. Bu rombik pokeydan bo'lgan, bir o'rna tortilgan pokeydan panel deyiladi. Chetdagi ramkalari, eshik derazalar chetiga qo'yilgan nalishniklari hammasi bir o'rna tortilgan pokeydan. Mana bu devordagi palasa shaklidagi ham panellarimiz ham bir o'rna tortilgan pokeydan bo'lgan do'stlar. Angola bilek, Matviy kafel, patologlar alkafon, landshaftlari bitgan. Bu videomizni ishimiz yaqinroqdan ko'rsataman. Baho berib o'tasizlar qirlariga. Ustakalarimiz juda yaxshi biladi buni mashaqqatini. Usta odamni ishi o'ziga ma'qul kelsa, demak klientga ham bu ma'qul keladi. Xudo xolasa bu ishimiz bizga juda ham ma'qul. Skromniy ko'rinishda bo'lgan. Unaqa ortiqcha narsalar o'zi yo'q. Misol landshaftlari ham skromniy, kuxnasi bor. Bu yerda tapchani bor, mana letniy kuxna. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Imperiya Stroy jamoasiga murojaat qilasizlar.